Umumiy qon tahlili ikkinchi qism. Assalomu alaykum. Sizlar bilan allergolog Ahmedov Mirqodir. Bugun sizlar bilan qon analizining ikkinchi qismi haqida gaplashamiz. Qon analizida muhim hisoblangan leykositit formulasining o'ngga yoki chapga silishi. Leykositit formulasining chapga silishi. Bu qonda yosh, yetilmagan neytrofillar paydo bo'lishi bilan yuzaga chiqadi. Odatda bunday neytrofillar faqat suyak iligida namoyon bo'ladi. Bunday hodisa yallig'lanish va yuqumli kasalliklar, shuningdek o'tkir qon yo'qotishda, difteriya, pnevmoniya, qizilcha, toshmali tif, sepsis, zaharlanish kabi holatlarda kuzatiladi. Leykositit formulasining o'ngga silishi. Bu qonda qari, ya'ni segment yadroviy neytrofillarning sonining oshishidir. Eski neytrofil yadrolilar 5 segmentdan ko'proq bo'ladi. Bunday surat radiatsion chiqindilar bilan ifloslangan sharoitda yashovchi sog'lom odamlarda ham kuzatiladi. Surunkali o'pka kasali bo'lgan yoki obstruktiv bronxit bilan kasallangan, foliy kislota va B12 vitamini yetishmovchiligi kuzatilgan odamlarda ham uchraydi. Keyingisi eng muhim elementlardan biri bu trombositdir. Trombositlar kichik yadrosiz hujayralar hisoblanadi. Ushbu qon tarkibining asosiy vazifasi qon ivishida ishtirok etishdir. Trombositlar ichida koagulyatsion, ya'ni ivish omillarining ba'zilari mavjud bo'lib, kerak bo'lganda qonga quyiladi. Masalan, tomir devoriga zarar yetkazilganda. Ushbu xususiyat tufayli shikastlangan tomir tromb tashkil qiluvchi tromb tomiridan tiqilib qoladi va qon ketishi to'xtaydi. Qonda trombositlarning oshish sababi: taloqning olib tashlanishi, revmatizmning kuchayishi, osteomilit, sil kasalliklari, absesda, kamqonlikning ba'zi turlarida, jarrohlikdan so'ng saraton kasalliklarida, jismoniy charchoq va eritemiya. Qonda tromblarning kamayish sabablari: tug'ma qon kasalliklari, ya'ni gemofiliyada, idiopatik autoimmun, trombositopenik purpurada, tizimli qizil yuguruklarda, infeksiyalarda, aplastik anemiyada, Evans sindromida, qon quyishda, bolalarda muddatdan oldin tug'ilishda, buyrak venalarining trombozida va yurak yetishmovchiligida kuzatiladi. Keyingisi eng muhimi eritrositlarning cho'kish tezligi haqida. Eritrositlarning cho'kish tezligi bu qonning plazmasi va eritrositlarning ajralishi tezligini aniqlashga imkon beradigan laboratoriya tahlili hisoblanadi. ECT oshishiga sabab bo'luvchi 4 ta kasallik guruhi mavjud. Bular infeksiyalar, yomon sifatli o'smalar, revmatologik kasalliklar va buyrak kasalliklari. ECT haqida nimalarni bilish kerak? Eritrositlar cho'kish tezligi plazma oqsillarida miqdoriy va sifat o'zgarishlariga olib keladigan ko'plab kasalliklarda ortishi mumkin. Bemorlarning 2% da, hatto jiddiy kasalliklarda ham ECT normada qolishi mumkin. ECT birinchi soatlarda emas, balkim kasallikning ikkinchi kunida ortadi. Kasallikdan so'ng ECT bir necha hafta, ba'zan yillab ham oshishi mumkin. Ba'zan ECT sog'lom odamlarda ham 100 mm/soatga ham oshishi mumkin. U ovqatdan so'ng 25 mm/soatga oshishi mumkin. Shuning uchun tahlillar doimiy och qoringa qilish tavsiya qilinadi. Laboratoriya harorati 24 gradusdan baland bo'lsa, eritrositlarning yopishish jarayoni buziladi va ECT kamayadi. Eritrositlar cho'kish tezligi umumiy qon tahlilining ajralmas qismi hisoblanadi. Eritrositlar cho'kish tezligining oshish sabablari: fiziologik, ya'ni kasalliklar bilan bog'liq bo'lmagan holatlarda. Birinchisi hayz siklida. Hayz siklidan oldin ECT keskin darajada oshadi va hayz sikli paytida normaga keladi. Bu siklning turli davrlarida qonning gormonal va oqsil tarkibining o'zgarishi bilan bog'liqdir. Keyingisi homiladorlik paytida. ECT homiladorlikning dastlabki 5 haftasidan to tug'ruqdan keyin 4 haftagacha yuqori bo'ladi. ECTning maksimal darajasi homila tug'ilgandan keyin 3-5 kundan o'tgandan keyin kuzatiladi. Bu tug'ruq vaqtidagi jarohat bilan bog'liqdir. Normal holatda homiladorlik paytida eritrositlar cho'kish tezligi 40 mm/soatgacha tashkil qilishi mumkin. Keyingisi infeksion jarayonlarda qanday o'zgarishi haqida. Bakterial, virusli, zamburug'li kasalliklar ta'sirida, yuqori va quyi nafas yo'llarining infeksion yallig'lanishlarida, lor kasalliklarida, tish og'rishida, yurak qon tomir kasalliklarida, siydik yo'llari infeksiyalarida, tos a'zolari kasalligida, oshqozon ichak yo'li kasalliklarida, abses va pnevmoniyalarda, sil kasalligida, biriktiruvchi to'qima kasalliklarida, kollagenoz, zamburug'li infeksiyalarda va virusli gepatitda soni oshadi. Eritrositlar cho'kish tezligining pasayishi. Fiziologik holatda yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, yosh bolalarda ECTning pasayishi qonda fibrinogenning kamligi va qonda ko'p miqdorda eritrositlar borligi bilan tushuntiriladi. Eritrositlar cho'kish tezligining tushishi patologik holatlarda, virusli kasalliklardan keyin tuzalishda, asteno-nevrotik sindromda, asab sistemasi muammolarida, tez charchash, uyqusizlik va bosh og'rig'ida,
kaxeksiyada glikokortikosteroidlar, ya'ni gormonlarning uzoq vaqt qabul qilish natijasida bu gipofiz bezining oldingi qismining zaharlanishi bilan kuzatiladi. Giperglikemiyada qonda qand miqdorining oshishi bilan qon ivishi buzilishi kuzatiladi. Eritrositlar cho'kish tezligiga ba'zi dorilarning kamayishi yoki ko'payishiga ta'siri bor. Echitining o'sishiga olib keluvchi dori moddalari: morfin, gidroxlorid, dekstran, metildopa va vitamin D preparatlari. Echitining kamayishiga olib keluvchi dori preparatlari: salitsillatlardan aspirin, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, ya'ni diklofenak, nimid, sulfonamid preparatlari, immunosupressantlar, gormonal dorilar, B12 vitamini sabab bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, murakkab bo'lmagan virusli kasalliklarda echiti oshishi kuzatilmaydi. Ushbu diagnostik belgi kasallikning bakteriya bilan bog'liqligini aniqlashda yordam beradi. Shuning uchun echitining ko'payishi bilan bemorga antibiotiklar berish tavsiya qilinadi. Umumiy qon analizi diagnoz uchun eng muhim belgilardan hisoblanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.